Hi guys. We are talking about present continuous tense. Demak, hozir present continuous zamoni haqida gaplashamiz. Bu hozirgi davomli zamon va uni to'liq ko'rib chiqamiz. Present continuous zamonning ishlatilish holati, uni qachon ishlatamiz va qachon bizga kerak bo'lishi haqida boshladik. Ayni damda nutq jarayonida aynan hozir sodir bo'layotgan ish harakatlarini aytish uchun present continuous ishlatiladi. Misol uchun, I am teaching English now. Men hozir ingliz tili darsini o'tyapman. Demak, hozir ayni damda shu ishni qilyapman. Ikkinchisi vaqtinchalik. Hozirgi kunlarda sodir bo'layotgan, lekin doimiy bo'lmagan vaqtinchalik vaziyatlarni aytganimizda. Misol uchun, I am studying at a hotel this week. I am staying at a hotel this week. Bu hafta mehmonxonada turibman yoki qolyapman. Shu hafta vaqtinchalik bo'libdi, bu doimiy emas. Va kelajakdagi rejalar qachonki yaqin kelajakda amalga oshishi 100%, ba'zida 90-95% deb olamiz. Rejalashtirgan ish harakatlarni aytishda, ya'ni siz buni qilish uchun faqat o'sha vaqt kelishini kutyapsiz xolos. Qolgan hamma narsa tayyor. We are leaving for Paris tomorrow. Biz ertaga Parijga uchib ketyapmiz. Sizda bilet tayyor, narsalar yig'ishtirilgan, mashina gaplashilgan va sizda samolyotda joyingiz bor-da. Demak, ertaga o'sha samolyot uchadigan vaqt kelishini kutyapsiz xolos. Rejalashtirilgan, amalga oshishi deyarli 100% aniq bo'lgan. Endi nutq paytida sodir bo'layotgan ish harakatlarini aytganimizda 100% present continuous ishlatamiz. Ya'ni o'zbek tiliga ko'pincha bu fe'l ayapman, yapti, yapsiz, yapmiz, ya'ni yap qo'shimchasi bilan qo'shib tarjima qilinadi. Bunga misol tariqasi look at her, unga qarang, she is reading, u kitob o'qiyapti. Ya'ni ayni hozirda u shu ish harakatini davomli bajaryapti. Endi bizda gap tuzish va uning formulasini qanday yasaymiz desak, bizda birinchi ega, keyin to be, ya'ni hozirgi zamon bo'lgani uchun am is are plus fe'lga ing qo'shilgan holati keladi. She is writing a letter, u xat yozayapti. Bu tasdiq, ya'ni darak gap shakli edi. Inkor shaklida mana shu to be'lardan keyin biz not qo'yamiz. Ya'ni birinchi ega, keyin am is are plus not plus fe'lning ing shakli. They are not playing football. Ular futbol o'ynashmayapti yoki o'ynamayaptilar deb tarjima qilishimiz mumkin. So'roq shaklida to be, ya'ni am is are oldinga chiqadi. Am is are plus ega plus fe'lning ing shakli. Are you working right now? Hozir ishlayapsizmi? Deganimizda biz shu zamondan foydalanamiz. Endi ing qo'shishdagi imlo qoidalar bor. Bular ko'pchilik fe'llarga hech qanday o'zgarishsiz qo'shiladi ing, lekin o'zgaradigan holatlar ham bor. Misol uchun, agar fe'limiz bitta e bilan tugaydigan bo'lsa, bu fe'l tushib qoladi va o'rniga ing qo'shiladi. Misol uchun, write yozmoq, men xat yozayapman bo'lsa, I am writing a letter va write'dagi e tushib qolib ing qo'shilgan. Yoki take olmoq, men olayapman bo'lsa yoki olyapti bo'lsa, taking bo'ladi. Endi undoshning ikkilanishi bor bizda. Bunda odatda bir bo'g'inli fe'llarning oxiri unli plus undosh bilan tugasa, oxirgi ikki undosh ikkilanib qoladi. Ya'ni run, running, swim, swimming. Buni yangi fe'l o'rganganimizda har qanday lug'atda yoniga yozib qo'ygan bo'ladi. Qavs ichida bu shaklini o'rganib ketish kerak. Endi agar fe'l bir bo'g'inli bo'lsa va ular ie harflari bilan tugagan bo'lsa, unda ie o'chib ketib, unga y ortadi. Misol uchun, lie yotmoq, lying yotibdi. Die o'lmoq, dying o'layapti deb tarjima bo'ladi. Bizda signal so'zlar time expressionsda, ya'ni hozirni ifodalovchi so'zlar bor bizda. Now, at the moment, right now va look and listen. Bular birinchi uchtasi aynan hozir degan ma'noni bildirsa, to'rtinchisi bu odamni chaqiruvchi so'zlar. Qara yoki tingla, qara, mashina kelyapti, qara yoki tingla, men gapiryapman deganimizda shu so'zlardan keyin aynan present continuous beramiz. Endi bizda davrni ifodalovchi so'zlar bor, ya'ni bu vaqtinchalik ish harakatlariga. These days, shu kunlarda, nowadays, bugungi kunda yoki shu kunlarda, this week, this month, shu hafta yoki shu oyda, currently, oxirgi paytlarda deb tarjima qilinadi. Va biz istisno qismiga yetib keldik do'stlar. Istisno beta stativ fe'llar bu holat fe'llari bo'lib, ya'ni hissiyotni, aqliy faoliyatni yoki egalikni bildiradi va bular hech qachon bu zamonda ishlatilmaydi. Mantiqan o'ylab qaralsa ham, misol uchun, yaxshi ko'rmoq, misol uchun sevmoqda hech qanday harakat yo'q. U shunchaki qalbda yoki ongda, ya'ni miyada bo'ladi va buni biz harakat yapti qila olmaymiz.
Ya'ni misol ko'ramiz, I am wanting some more water right now. Men hozir ko'proq suv xohlayapman. Yo'q do'stlar, bu bo'lmaydi. Chunki want xohlamoqda hech qanday harakat yo'q. Shuning uchun biz uni present simple ga olib o'tib, men suv xohlayapman deb I want some water right now qilib ishlatamiz. Shunda hozirgi zamonda present continuousdagi right now signal so'zi ishlatilsa ham want sati fe'lligi uchun shunchaki present simple da ishlatamiz. Thank you for your attention. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa kommentariyada kutamiz. Telegram, Instagram va YouTube kanallarimizda obuna bo'lishni unutmang.